Hozirda u faqatgina bizning savollarimizga javob beryapti, lekin ertaga u bizga buyruq ham berishi mumkin. Xato'g'ri tushundingiz, gap aynan sun'iy intellekt haqida ketyapti. Hech o'ylab ko'rganmisiz, sun'iy intellekt kelajagi o'zi qanaqa bo'ladi? Yoki bizda o'sha mashhur Matrix yoki Terminator filmidagi kabi kelajak kutyaptimi? Keyin shu kinoni qisqacha sharhlab berib o'tib ketaman. Matriца filmida nima bo'ladi? Matriца filmida robotlar, ya'ni sun'iy intellekt va insonlar orasida urush bo'ladi. Urush natijasida insonlar sun'iy intellektni yutish uchun butun osmonni sun'iy bulutlar bilan qoplaydi. Nega? Chunki sun'iy intellekt, ya'ni robot energiya ololmay qoladi quyoshdan. Keyin robot nima qilishga o'tadi? Odamlardan energiya oladi. Ya'ni odamlarni kapsulalar ichiga tiqadi va ularni miyasini qanaqadir bir narsalarga ulab turib, ularni simulyatsiyada yashashga, ya'ni matritsada yashashga majbur qiladi. Ya'ni insonlar aslida haqiqiy dunyoda emas, balki simulyatsiyada, matritsani ichida yashayotgan bo'ladi. Shu tariqa odamlarni tinchlantiradi va ulardan energiya olib, shu orqali kun kechiradi robotlar, ya'ni sun'iy intellekt. Terminator filmida qanaqa bo'ladi? Terminator filmida o'zi asli robotlar yer yuzini himoya qilish uchun chiqarilgan bo'ladi va ular yer yuzini himoya qilish uchun yer yuzidan odamlarni yo'qotish kerakligini tushunib qoladi va odamlarni yo'qotishni boshlaydi. Agar siz Matrica filmini ko'rmagan bo'lsangiz, ushbu kinoni sizga ko'rishni maslahat beraman. Sababi bu kinoni ko'rgandan keyin siz aniq o'ylab qolasiz, men haqiqiy hayotda yashayapmanmi yoki simulyatsiyadan, ya'ni matrisadan. Video boshidagi savolga qaytadigan bo'lsak, bizda yaqin kelajakda, ya'ni shu yaqin 50 yil ichida juda ham katta o'zgarishlar va yangi davr kutyapti, ya'ni sun'iy intellekt davri. O'sha kinolardagi holat bizda hayotda ham kuzatilsa ajab emas. Albatta bu mening shaxsiy fikrim. Siz bu sun'iy onglarning kelajagi haqida nima deb o'ylaysiz? Javobingizni izohlarda qoldiring, o'qishdan xursand bo'laman. Assalomu alaykum.